Zahiriddin Muhammad Bobur Andijonda 1483-yil 14-fevralda tug'ilgan. Amir Temurning 5-avlodi, Farg'ona hukmdori Umar Shayx Mirzoning farzandi. Bobur degan nom yo'lbars yoki sher degan ma'noni anglatib, jangdagi jasorati uchun berilgan edi. U harbiy jasorat va zehnga ega iqtidorli harbiy rahbar edi. Bobur 12 yoshida taxtga chiqdi. U o'z asarlarida chin, halol, vafodor insonni ulug'laydi, adolatli va munosib odamni yuksaltiradi. Hindistonning mashhur ramzi bo'lmish Tojmahal masjid maqbarasi 17-asrda Boburning nabirasi Shohjahon tomonidan qurilgan. Ushbu ulug'vor yodgorlikni Boburiylar sulolasining avlodi qurgani, u shunday inshoot qurilishi orqali o'z nomini abadiylashtirganligi haqida kamdan kam odam bilsa kerak. Boburnoma Boburning tarixiy asaridir. Asal haqli ravishda turkiy nasrning eng yaxshi asari deb nomlangan. Ushbu kitob tarixiy yozuvlarning qisqa ma'lumoti emas. Asarda Boburning faoliyati, uning muvaffaqiyatli va muvaffaqiyatsiz harbiy yurishlari, boy sarguzasht hayotining barcha voqealari tasvirlangan. Bugungi kunga qadar Boburnoma dunyoning 31 tiliga tarjima qilingan. Gulbadam begim Boburning eng kenja qizi va islom sharqidagi yagona tarixchi ayoldir. Humoyunnoma asarida o'z davrining tarixiga oid muhim materiallar, shuningdek taniqli otasining, ya'ni Boburning xotiralarini aks ettirgan. Bobur Andijonda tug'ilgan. Shuning uchun bu yerda uning nomi bilan ko'p narsa bog'langan. Bu yerda Bobur nomidagi maydon bor. Unda baland postamentda qizil rangli haykal o'rnatilgan. Shuningdek, shaharda Bobur kutubxonasi ham mavjud. Bu yil Zahiriddin Muhammad Boburning 542 yilligi keng nishonlanmoqda.